Xabaringiz bor, 10-mart kuni Taxiatosh tumani yoshlarining bandligini ta'minlash maqsadida 30 nafar yoshning har biriga 11 boshdan quyon ozuqalari va ularning katakchalari berilgan edi. Hozir esa bir oy ichida qanday natijaga erishganligini birgalikda bilib olamiz. Men Recep Iskandar, Taxiatosh rayoni Taxiatosh mahallasida istiqomat qilaman. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan subsidiya hisobida bir oy oldin 11 bosh qo'yon berildi. Hozirda bag'votirimiz o'zing kombik o'rni bilan berilib edi. Hozirda jet turibdi bo'lgan qo'shimcha biz jo'ng'ichqa beryapmiz, ko'k cho'plar beryapmiz, gashir, jemqachaklar beryapmiz. Har qaysidan bir bo'lak mehrim tushdi ham uyimizning ichida ukalarim bilan har qaysidan at qo'yib chiqdik. Qo'limda turgan qo'yonning ati Herkules. Qo'yon o'zi har tug'anda 6 dan 12 balaga дейін balalaydi. Bu qo'yonlarni tezga ko'payishim bo'lgandan keyin ulqaytib, yetishtirib, go'sht qilib xalqimizga sotamiz. Ham xalqimizga arzon go'sht mahsulotlari bo'ladi, ham bizga yaxshi foyda bo'lgandan keyin kelajakda bu qo'yonlarni yelida ko'paytib, chet ellarga eksport qilib o'yimda bor.